Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunday bir muhim mavzuni muhokama qilmoqchimanki, bu mavzu mamlakatimizdagi har bir fuqaroga, har bir oilaga bevosita daxldor. Bu shunchaki bir yangilik emas. Balki hayotimizning moliyaviy va ijtimoiy jihatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan tizimli o'zgarishdir. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va ushbu videoni oxirigacha ko'rishga harakat qiling. Men hozir sizga aytadigan ma'lumotlar shunchaki bilish kerak bo'lgan ma'lumot emas, balki zudlik bilan harakat qilish kerak bo'lgan ma'lumotlardir. Bu sizning kelajagingiz, farovonligingiz va ijtimoiy himoyangiz uchun juda muhimdir. Agar siz hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamga yetib borishi juda muhimdir. Aziz do'stlar, so'nggi yillarda mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar keng ko'lamda olib borilayotganini barchamiz bilamiz. Bu islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri iqtisodiyotni xufiyalikdan chiqarish, tadbirkorlik faoliyatini soddalashtirish va fuqarolarga o'z faoliyatlarini qonuniy asosda olib borishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir. Ilgari ko'pchilik o'z-o'zini band qilgan shaxslar, ya'ni hunarmandlar, ustalar, repetitorlar, erkin san'atkorlar va boshqa bir qator kasb egalari rasmiy maqomga ega emas edilar. Ular ko'pincha norasmiy ravishda hech qanday ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat yuritishardi. Bu esa o'z navbatida bir qator muammolarni keltirib chiqardi. Birinchidan, bunday shaxslarning daromadlari hech qayerda aks etmasdi. Bu ularning kredit olish, ipoteka rasmiylashtirish yoki boshqa moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini cheklardi. Banklar mijozlardan doimiy va rasmiy daromad manbaini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilganidan, norasmiy tarzda ishlovchilar bu talabni qondira olmasdi. Bu esa ularni ijtimoiy iqtisodiy hayotning muhim jabalaridan chetda qoldirardi. Ikkinchidan, ular ijtimoiy himoya tizimidan tashqarida qolishardi. Pensiya jamg'armasiga hissa qo'ya olishardi va kasallik nafaqasi olish imkoniyatiga ega edilar. Bu ayniqsa keksaygan chog'da yoki kutilmagan sog'liq muammolari yuzaga kelganda juda jiddiy oqibatlarga olib kelardi. Kasallangan yoki ishsiz qolgan taqdirda davlat tomonidan hech qanday moddiy yordamga umid qila olmasdilar. Uchinchidan, davlat ularning faoliyatini nazorat qila olmasdi. Bu esa sifat, xavfsizlik va iste'molchilar huquqlarining himoya qilinishi borasida bo'shliqlarni yuzaga keltirardi. Iste'molchi biron bir xizmatdan norozi bo'lsa yoki mahsulot sifati past bo'lsa, norasmiy xizmat ko'rsatuvchiga nisbatan rasmiy tarzda shikoyat qila olmasdi. Chunki xizmat ko'rsatuvchi shaxsning rasmiy maqomi yo'q edi. Biroq endilikda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan bir qator farmon va qarorlarga asosan o'z-o'zini band qilgan shaxslar faoliyatini tartibga solish va ularni rasmiylashtirishning mutlaqo yangi tizimi joriy etildi. Bu tizim orqali endi har bir o'z-o'zini band qilgan shaxs o'z faoliyatini qonuniy asosda olib borishi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va eng muhimi ijtimoiy kafolatlar bilan ta'minlanishi mumkin. Bu o'zgarishlar faqatgina biror bir soha vakillariga emas, balki iqtisodiyotning deyarli barcha jabalarida, xususan xizmat ko'rsatish, savdo, ishlab chiqarishning kichik turlari va boshqa sohalarda faoliyat yuritayotgan millionlab fuqarolarimizga ta'sir qiladi. Bu avvalambor adolatli soliq tizimini shakllantirish, barcha uchun teng imkoniyatlar yaratish va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan qadamdir. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, endilikda siz rasmiy maqomga ega bo'lishingiz, o'z faoliyatingizni qonuniy yo'l bilan olib borishingiz va davlat tomonidan taqdim etiladigan imtiyozlardan foydalanishingiz mumkin. Bu albatta eski tizimga nisbatan juda katta qadam. Chunki u sizning kelajagingizni yanada ishonchli va barqaror qiladi. Davlat endi norasmiy faoliyatga ko'z yumishni emas, balki barcha fuqarolarni rasmiylashtirilgan iqtisodiyotga jalb etish orqali ularga qonuniy himoya va imkoniyatlar yaratishni maqsad qilgan. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Birinchidan, o'z-o'zini band qilgan shaxs tushunchasi aniq belgilab berildi. Bu shaxs yo'llanma ishchi bo'lmagan, o'z mehnatini mustaqil ravishda amalga oshiradigan va daromad olayotgan jismoniy shaxsdir. Unga tegishli kasb va faoliyat turlari ro'yxati hukumat tomonidan tasdiqlangan bo'lib, bu ro'yxat bugungi kunda 100 dan ortiq faoliyat turini o'z ichiga oladi. Kimlar ushbu toifaga kiradi? Keling, aniq misollar keltiramiz. Misol uchun, siz taksi haydovchisiz. Ilgari
Sizning faoliyatingizni rasmiylashtirish uchun juda murakkab jarayonlardan o'tishingiz, litsenziyalar olishingiz kerak edi. Bu esa ko'pchilik uchun juda qiyin edi. Ko'pincha avtomobilni texnik ko'rikdan o'tkazish, tibbiy ko'rikdan o'tish, maxsus litsenziya olish va har oy soliq to'lash kabi majburiyatlar yuklatilardi. Bu qadamlar ko'p vaqt va mablag' talab qilganligi sababli ko'pchilik haydovchilar norasmiy ravishda yo'lovchi tashiydi. Natijada ular na rasmiy ish stajiga, na ijtimoiy kafolatlarga ega bo'lishardi. Endi esa siz oddiygina o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, qonuniy asosda taksi xizmatini ko'rsatishingiz mumkin. Davlat sizdan faqatgina yillik minimal miqdorda ijtimoiy soliq to'lashni talab qiladi. Bu esa o'z navbatida sizga pensiya va tibbiy sug'urta kabi ijtimoiy kafolatlarni ta'minlaydi. Ayni yoshli farg'onalik Tolibjon akamiz yillar davomida shaxsiy mashinasida yo'lovchi tashib kun kechirardi. U hech qachon rasmiy ish stajiga ega bo'lmagan, chunki faoliyati rasmiy emas edi. Shu sababli uning pensiya yoshi yaqinlashganida u pensiyasiz qolishidan xavotirlanardi. Endi esa u ro'yxatdan o'tib, yillik masalan 300 ming so'm miqdorida ijtimoiy soliq to'lash orqali o'zining kelajakdagi pensiyasiga poydevor qo'yishi mumkin. Bu juda katta imkoniyat. Chunki avval u bu imkoniyatdan butunlay mahrum edi va faqatgina davlatning bazaviy ijtimoiy nafaqasiga umid qilishi mumkin edi. Bu tizim orqali uning har bir to'lagan soliqlari ish stajiga aylanadi va kelajakda munosib pensiya olishiga xizmat qiladi. Yoki boshqa bir misol, siz uy sharoitida to'y liboslari tikish bilan shug'ullanadigan chevar Mohinur opasiz. Sizning mijozlaringiz ko'p. Do'konlarda tikuvchilik xizmatlarining qimmatligi sababli odamlar sizga murojaat qilishadi. Daromadingiz ham yomon emas, lekin siz ham rasmiy maqomga ega emassiz. Sizning xizmatlaringiz sifatli bo'lsa-da, rasmiy tan olinmaganligi sababli yirik to'y salonlari bilan hamkorlik qila olmaysiz. Endi siz ham o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, o'z faoliyatingizni qonuniy asosda amalga oshirishingiz mumkin. Bu sizga nafaqat mijozlar oldida ishonchliroq bo'lish imkonini beradi. Chunki siz ularga xizmat ko'rsatish chekini taqdim eta olasiz, balki kelajakda o'z tikuvchilik xonangizni ochish uchun bankdan kredit olishingizga ham zamin yaratadi. Nega deysizmi? Chunki sizning rasmiy daromadingiz hujjatlarda aks etadi va banklar sizni kreditga layoqatli deb biladi. Mohinur opa oldinlari kredit olmoqchi bo'lganida bank uning rasmiy daromadini tasdiqlovchi hujjat so'ragan va Mohinur opa bunday hujjatni taqdim eta olmagan. Uning barcha daromadlari naqd pulda bo'lganligi sababli bank uni ishonchsiz deb hisoblagan. Natijada unga kredit berilmagan va u o'z biznesini kengaytira olmagan. Endi esa u o'z daromadini ro'yxatdan o'tkazish orqali bu muammoni hal qilishi mumkin. Bundan tashqari, uning faoliyati qonuniylashgani sababli u xotirjamlik bilan reklama berishi va o'z mijozlar doirasini kengaytirishi mumkin. Shuningdek, repetitorlar, ya'ni bolalarga uyda yoki onlayn ravishda dars beradigan o'qituvchilar, g'isht teruvchilar, suvoqchilar, santexniklar kabi ustalar, sartaroshlar, go'zallik salonlarida xizmat ko'rsatuvchi yoki uy sharoitida ishlaydigan kosmetologlar, uyda pishiriqlar, shirinliklar, salatlar tayyorlab sotadigan ayollar, mebel yig'uvchilar, televizor yoki kompyuter ustalari, turli xil texnikani tuzatuvchilar, frilanserlar, ya'ni internet orqali xizmat ko'rsatadigan dasturchilar, grafik dizaynerlar, veb-sayt tuzuvchilar, kontent menejerlari va tarjimonlar ham ushbu tizimga kiradi. Ro'yxat juda keng va undan har bir kishi o'ziga mos keladigan faoliyat turini topishi mumkin. Bu ro'yxatga kiritilgan har bir kasb egasi endi o'z mehnatini rasmiy maqomda amalga oshirishi va shu orqali nafaqat o'ziga, balki oilasiga ham ijtimoiy himoya bera olishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Har qanday daromad oladigan. Lekin hozirda rasmiy ish joyi yo'q yoki rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat yuritayotgan har bir shaxs bu tizimga e'tibor qaratishi kerak. Agar sizning daromadingiz bor va u faqat oila byudjetini to'ldirishga xizmat qilayotgan bo'lsa-da, lekin u har kuni, har hafta yoki har oy muntazam ravishda kelayotgan bo'lsa, demak siz ushbu kategoriya ostiga tushishingiz mumkin. Bu ayniqsa doimiy ravishda mijozlarga xizmat ko'rsatadigan, o'z mahsulotlarini sotadigan yoki bir martalik bo'lmagan takroriy xizmatlarni taklif qiladigan shaxslarga tegishli. Masalan, kvartira ijaraga beradigan fuqarolar ham, agar bu ularning asosiy daromad manbai bo'lsa, o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishlari maqsadga muvofiqdir. Chunki ijara shartnomasi ham rasmiy hujjat hisoblanadi va u orqali olinayotgan daromadlar qonuniy tartibda soliqqa tortilishi kerak.
Agar siz o'z faoliyatingizni rasmiylashtirmasangiz, kelajakda jarimalarga tortilishingiz yoki davlat tomonidan taqdim etiladigan imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Davlat endi barcha daromadlarni shaffoflashtirishga qaratilgan siyosat yuritmoqda va bu jarayonni texnologiyalar yordamida kuzatib borish imkoniyatlari kengaymoqda. Bank operatsiyalari, onlayn to'lovlar va boshqa elektron tizimlar orqali amalga oshirilgan barcha pul o'tkazmalari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun norasmiy faoliyat yuritish tobora xavfli va samarasiz bo'lib bormoqda. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Agar siz rasmiy ish joyida band bo'lsangiz va oylik maosh olsangiz, shuningdek boshqa qo'shimcha daromad manbangiz bo'lmasa, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Sizning barcha soliq va ijtimoiy to'lovlar ish beruvchingiz tomonidan amalga oshiriladi va sizning nomingizdan barcha hujjatlar rasmiylashtiriladi. Yoki siz pensioner bo'lsangiz va faqatgina pensiya daromadi bilan yashasangiz, siz ham xavotirlanishingiz shart emas. Sizning asosiy daromad manbangiz pensiya hisoblanadi va u soliqqa tortilmaydi. Shuningdek, vaqti bilan doimiy bo'lmagan bir martalik ishlarni bajaradigan fuqarolar ham. Agar bu ularning asosiy tirikchilik manbai bo'lmasa, hozircha ushbu tizimga kirishlari shart emas. Masalan, qo'shningizga bir marta devor qurib berdingiz yoki do'stingizning kompyuterini tuzatib berib, ramziy haq oldingiz. Bunday holatlar uchun rasmiy ro'yxatdan o'tish talab etilmaydi. Chunki bu doimiy va muntazam faoliyat hisoblanmaydi, balki vaqtincha yoki do'stona yordam sifatida qaraladi. Muhimi, bu daromadlar muntazamlik kasb etmasligi va asosiy tirikchilik manbai bo'lmasligi kerak. Biroq shuni ham ta'kidlash kerakki, agar hatto sizning daromadlaringiz doimiy bo'lmasa-da, siz ijtimoiy kafolatlar olishni istasangiz, masalan, bir favqulodda vaziyat uchun yordam puli olishni yoki kelajakdagi pensiyangiz uchun hissa qo'shishni xohlasangiz, o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bu sizning ixtiyoringizda bo'lgan imkoniyat. Ya'ni hech kim sizni majburlamaydi, ammo bu sizning shaxsiy manfaatlaringiz uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Endi esa ushbu yangi tizimning istisnolari, tuzoqlari va noaniq jihatlariga to'xtalib o'tamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki u sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishi, vaqt mablag'ingizni tejashga yordam berishi mumkin. Birinchi istisno: ayrim faoliyat turlari o'z-o'zini band qilish ro'yxatiga kiritilmagan. Bu faoliyat turlari odatda yuqori malaka, maxsus litsenziyalar yoki katta javobgarlikni talab qiladi. Masalan, litsenziyalashni talab qiluvchi tibbiy xizmatlar, jarrohlik, stomatologiya kabi, farmatsevtik faoliyat, dorixona ochish, auditorlik xizmatlari, notarial xizmatlar, advokatlik faoliyati va boshqalar. Agar siz shunday faoliyat turlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, siz jismoniy shaxs emas, balki yuridik shaxs masalan, yakka tartibdagi tadbirkor yoki emchil mas'uliyati cheklangan jamiyat sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu faoliyat turlari uchun soliq rejimi va tartibi butunlay boshqacha bo'ladi. Soliq stavkalari yuqoriroq. Hisobot topshirish jarayonlari murakkabroq va talablar qat'iyroq bo'ladi. Shuning uchun avvalo o'zingiz shug'ullanayotgan yoki shug'ullanmoqchi bo'lgan faoliyat turi o'zini band qilish ro'yxatida borligini tekshirish juda muhimdir. Buni soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytida MySoliq.uz yoki soliq mobil ilovasida osongina amalga oshirishingiz mumkin. Ro'yxatni sinchkovlik bilan o'rganish sizni kelajakdagi ortiqcha bosh og'riqlardan qutqaradi. Ikkinchi muhim jihat tuzoqlardan biri bu noto'g'ri tushunchalar bilan bog'liq. Ba'zilar o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, deyarli hech qanday majburiyatsiz faoliyat yuritish mumkin deb hisoblaydilar. Bu noto'g'ri. Garchi soliq yuki ancha yengil bo'lsa-da va hisobot topshirish soddalashtirilgan bo'lsa-da, siz hali ham davlat oldida ma'lum majburiyatlarga egasiz. Eng asosiysi bu ijtimoiy soliqni o'z vaqtida va to'liq to'lash. Uni to'lamaslik yoki kechiktirish kelajakda pensiya jamg'armasiga hissa qo'shilmasligiga va ijtimoiy kafolatlardan mahrum bo'lishga olib keladi. Misol uchun, Mirzohid akamiz 1 yil davomida o'zini band qilgan shaxs sifatida ishlasa-da, ijtimoiy soliqni o'z vaqtida to'lamagan. Bu shunchaki kichik bir summa-ku, keyinroq to'larman deb o'ylagan. Natijada u 1 yillik ish stajiga ega bo'lmaydi va kelajakda pensiya hisoblashda bu yil umuman hisobga olinmaydi. Bu esa uning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Chunki pensiya miqdori ish staji va to'langan ijtimoiy to'lovlar hajmiga bog'liq. Har bir to'langan soliq to'lovining ahamiyatini esdan chiqarmaslik lozim. Uchinchi noaniq nuanja bu daromadlarni deklaratsiya qilish masalasi.
o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun daromadlarni deklaratsiya qilish majburiy emas. Ya'ni siz daromadingiz qancha bo'lganini har oyda yoki har yilda soliq idorasiga hisobot tarzida taqdim etishingiz shart emas. Bu ularning ishini ancha yengillashtiradi. Chunki bu jarayon ko'pincha murakkab va vaqt talab qiladi. Lekin bu degani emas, sizning daromadlaringiz davlat tomonidan umuman nazorat qilinmaydi. Aksincha, bank operatsiyalari, to'lov tizimlari orqali o'tadigan pullar va boshqa manbalar, masalan, yirik mijozlar bilan tuzilgan shartnomalar orqali davlat sizning faoliyatingizni kuzatishi mumkin. Agar sizning daromadlaringiz muntazam ravishda juda yuqori bo'lsa va bu sizning o'z-o'zini band qilgan shaxs maqomingizga mos kelmaydigan darajada bo'lsa, ya'ni sizning faoliyatingiz kichik. Yakka tartibdagi biznesdan katta biznesga aylanib ketsa, masalan, siz bir nechta xodim yollasangiz yoki yillik aylanma mablag'ingiz belgilangan chegaradan oshib ketsa, soliq idorasi sizdan yakka tartibdagi tadbirkor yati sifatida ro'yxatdan o'tishingizni talab qilishi mumkin. Yati uchun soliq rejimi va hisobot topshirish tartibi o'z-o'zini band qilgan shaxslarga nisbatan murakkabroq bo'ladi. Chunki u yerda boshqa soliq turlari va majburiyatlar paydo bo'ladi. Bu juda muhim jihat. Agar sizning biznesingiz kengayib ketsa, bu haqda o'zingiz o'ylab ko'rishingiz va o'z vaqtida maqomingizni o'zgartirishingiz kerak. Bu kelajakdagi muammolarning oldini oladi. 4-chi muhim eslatma, bu chegirmalar va imtiyozlar o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun bir qator imtiyozlar nazarda tutilgan bo'lib, ular sizning soliq yukingizni kamaytirishi yoki qo'shimcha afzalliklar berishi mumkin. Masalan, agar siz daromadingizni bank kartasiga qabul qilsangiz yoki maxsus mobil ilova orqali to'lovlarni qabul qilsangiz, ba'zi soliq turlaridan ozod bo'lishingiz yoki ularning stavkasi pasayishi mumkin. Bu imtiyozlar doimiy ravishda yangilanib boradi, chunki davlat iqtisodiyotni raqamlashtirishni qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun soliq qonunchiligidagi o'zgarishlarni kuzatib borish juda muhimdir. Aytaylik, siz onlayn do'kon orqali mahsulot sotyapsiz va barcha to'lovlarni elektron tarzda, masalan, Payme, Klik yoki boshqa bank ilovalari orqali qabul qilyapsiz. Bunday holatda sizga qo'shimcha soliq imtiyozlari berilishi mumkin. Chunki siz iqtisodiyotni raqamlashtirishga va naqd pulsiz hisob-kitoblarni rivojlantirishga hissa qo'shmoqdasiz. Bu albatta juda qulay va qo'llab-quvvatlanadigan mexanizm bo'lib, sizni naqd pul bilan bog'liq muammolardan xalos etadi va buxgalteriya hisobini soddalashtiradi. Endi esa eng muhim qismga amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borishingiz? Qanday hujjatlarni to'plashingiz va nimalarni yozishingiz kerak? Men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Har bir bosqichni diqqat bilan o'rganing, chunki bu sizning moliyaviy kelajagingiz uchun asosdir. Birinchi qadam: o'z faoliyat turingizni aniqlash. Avvalo, siz o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun tasdiqlangan faoliyat turlari ro'yxatida sizning faoliyatingiz mavjudligini tekshirishingiz kerak. Bu ro'yxat juda keng va turli xil kasblarni qamrab oladi. Uni soliq qo'mitasining rasmiy sayti My Soliq.uzda yoki soliq mobil ilovasining o'z-o'zini band qilgan shaxslar bo'limida topishingiz mumkin. Masalan, siz duradgorlik ishlari bilan shug'ullanasiz, mebel yasaysiz yoki ta'mirlaysiz. Ro'yxatdan duradgorlik ishlari degan bandni qidirasiz. Agar u mavjud bo'lsa, keyingi bosqichga o'tasiz. Agar topa olmasangiz va sizning faoliyatingiz litsenziyalashni talab qilmasa, qo'shimcha ma'lumot olish uchun soliq qo'mitasi qo'llab-quvvatlash markaziga 1098 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz yoki yashash joyingizdagi soliq inspeksiyasiga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Bu juda muhim, chunki noto'g'ri tasniflash kelajakda muammolarga, masalan, noto'g'ri soliq to'lash yoki faoliyatingizni noqonuniy deb topilishiga olib kelishi mumkin. Har bir faoliyat turining o'z kodi va tartibi borligini unutmang. Ikkinchi qadam: ro'yxatdan o'tish. Bu jarayon juda soddalashtirilgan va uni uyda o'tirgan holda bir necha daqiqada amalga oshirish mumkin. Sizga shaxsiy kompyuter yoki smartfon, shuningdek barqaror internet aloqasi kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tishning ikkita asosiy usuli mavjud. Mint soliq mobil ilovasi orqali. Bu eng qulay va tezkor usul. Ilovani Play Market Android operatsion tizimida ishlovchi smartfonlar uchun yoki App Store iOS operatsion tizimida ishlovchi iPhone smartfonlar uchun dan yuklab olasiz. Ilovani o'rnatganingizdan so'ng unga kirib, o'z-o'zini band qilgan shaxslar bo'limini tanlaysiz. So'ngra tizim sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi va raqami, JSHR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami kiritishni so'raydi.
Shirir bu sizning pasportingizda ko'rsatilgan 44 xonali unikal raqamdir. Ushbu ma'lumotlarni kiritganingizdan so'ng tizim sizni avtomatik ravishda soliq qo'mitasining ma'lumotlar bazasi bilan solishtiradi va ro'yxatdan o'tish formasini to'ldirishni taklif qiladi. Formada siz o'zingizning faoliyat turingizni tasdiqlaysiz. Bu jarayon taxminan 5-10 daqiqa vaqt oladi va hech qanday qog'ozbozliksiz amalga oshiriladi. Ro'yxatdan o'tish tugallangach, sizga mobil telefoningizga tasdiqlash SMS xabari keladi. Ikki soliq qo'mitasining rasmiy portali My soliq uz orqali. Bu usul ham mobil ilovaga o'xshash. Web saytga kirib shaxsiy kabinetingizga kirasiz. Agar sizda hali shaxsiy kabinet bo'lmasa, ro'yxatdan o'tasiz. Bu uchun sizga elektron raqamli imzo kerak bo'lishi mumkin. Agar mavjud bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlari orqali olishingiz mumkin. Davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish uchun zarur bo'lgan shaxsiy elektron imzodir. Shaxsiy kabinetga kirgandan so'ng o'zini band qilgan shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish bo'limini tanlab, kerakli ma'lumotlarni, pasport, shir va tanlangan faoliyat turi kiritasiz. Bu usul bir oz ko'proq hujjatlashtirishni talab qilishi mumkin. Ayniqsa talab qilinganda, lekin u ham uyda amalga oshiriladi. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizga avtomatik tarzda o'zini band qilgan shaxs maqomini tasdiqlovchi QR kodli guvohnoma beriladi. Bu guvohnomani telefoningizga yuklab olishingiz yoki chop etib olishingiz mumkin. Bu sizning rasmiy maqomingizni tasdiqlovchi yagona hujjatdir. Endilikda sizning faoliyatingiz qonuniy asosda hisoblanadi va siz davlat tomonidan himoyalangansiz. 3-qadam ijtimoiy soliqni to'lash. O'zini band qilgan shaxslar uchun belgilangan yillik ijtimoiy soliq miqdori mavjud. Bu miqdor har yil yangilanib turadi va uni belgilangan bazaviy hisoblash miqdori BXNga nisbatan hisoblanadi. Shuning uchun uni har yili tekshirib turish muhim. Masalan, 2024 yil uchun bu miqdor BXNning 1 baravari. Aytaylik, 340 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu summani birdaniga 1 yilda to'lashingiz yoki har oyda teng qismlarga bo'lib, masalan, 12 oy davomida 28.333 so'mdan to'lashingiz mumkin. To'lovni soliq mobil ilovasi orqali, bank ilovalari, masalan, Payme, Klik, Apelsin va boshqalar orqali yoki bank kassalari orqali amalga oshirish mumkin. Eng qulay usul bu mobil ilovadan foydalanish. Chunki u sizga to'lov eslatmalari yuboradi va to'lov jarayonini bir necha bosqichda yakunlash imkonini beradi. U yerda sizga qulay to'lov rejasi taklif etiladi. Agar siz ijtimoiy soliqni to'lasangiz, sizning pensiya jamg'armasiga hissa qo'shilgan hisoblanadi va bu sizning ish stajingizga qo'shiladi. Bu sizning kelajakdagi pensiyangizni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tasavvur qiling, siz 20 yil davomida o'zini band qilgan shaxs sifatida ishlagan bo'lsangiz va doimiy ravishda ijtimoiy soliq to'lab borgan bo'lsangiz, sizning pensiya miqdoringiz ancha yuqori bo'ladi. Chunki sizning stajingiz to'liq hisobga olinadi. Aks holda, siz faqat bazaviy pensiyaga umid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu esa hayot darajangizni sezilarli darajada pasaytirishi mumkin. 4-qadam kassa apparatlari va cheklar berish. Agar siz naqd pulda to'lovlarni qabul qilsangiz yoki terminal orqali to'lovlarni qabul qilsangiz, ba'zi holatlarda sizga kassa apparati onlayn yoki virtual kassa talab qilinishi mumkin. Biroq o'zini band qilgan shaxslarning ko'pchiligi uchun bu majburiy emas. Siz mijozlarga oddiygina chek kvitansiya berishingiz mumkin. Bu ham qonuniy kuchga ega. Soliq mobil ilovasida maxsus chek shakllantirish funksiyasi mavjud bo'lib, u orqali siz mijozlarga QR kodli chek berishingiz mumkin. Bu chek orqali mijoz xarid qilingan tovar yoki xizmat uchun to'langan pulni tasdiqlaydi va elektron tarzda saqlab qo'yishi mumkin. Bu shaffoflikni ta'minlaydi va iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga yordam beradi. Masalan, xaridor chek orqali tovar qaytarish yoki xizmat sifati bo'yicha e'tiroz bildirish huquqiga ega bo'ladi. Chunki uning qo'lida rasmiy hujjat mavjud. Shu bilan birga sizning daromadingiz ham rasmiy hisoblanib, kelajakda bank xizmatlaridan foydalanishda sizga yordam beradi. Chunki banklar sizning daromad aylanmangizni ko'ra oladi. 5-qadam daromad va xarajatlarni hisobga olish. Garchi o'zini band qilgan shaxslar daromadlarni deklaratsiya qilmasa-da, o'z daromad va xarajatlarini hisobga olishni men qattiq tavsiya qilaman. Bu sizga moliyaviy ahvolingizni tahlil qilish, daromadlaringizning o'sish dinamikasini kuzatish va kelajakda biznesingizni rivojlantirish uchun to'g'ri qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Oddiy daftar tutishingiz yoki mobil ilovalardan foydalanishingiz mumkin.
hatto eng oddiy Excel jadval ham bu vazifani bajarishi mumkin. Bu shuningdek, agar soliq organlaridan savollar tug'ilsa, sizning faoliyatingiz shaffofligini isbotlash uchun ham foydali bo'ladi. Aytaylik, siz bir yilda 20 million so'm daromad oldingiz. Ammo ushbu daromadni topish uchun siz 20 million so'm xarajat qildingiz. Masalan, xomashyo sotib oldingiz. Uskunani ta'mirladingiz, transport xarajatlaringiz bo'ldi. Buni bilish sizga keyingi yilda qancha sarmoya kiritish yoki qaysi xarajatlarni optimallashtirish kerakligini aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga sof foydangizni oshirishingizga imkon beradi. Bu sizning shaxsiy moliyaviy rejalashtirishingiz uchun juda muhim vositadir. 6-qadam ma'lumot manbalaridan foydalanish va savollar. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa, ikkilanmasdan murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan bir nechta ishonchli manbalar mavjud. Davlat organlari sizga yordam berishga tayyor. 1. Soliq qo'mitasining qo'l markazi 1218 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling. U yerda sizga malakali mutaxassislar yordam beradi. Ular sizning savollaringizga aniq va tushunarli javob berishga harakat qilishadi. Ko'pincha eng aniq va tezkor javoblarni aynan shu markazdan olish mumkin, chunki ular barcha yangiliklar va o'zgarishlardan xabardor bo'ladi. 2. Yashash joyingizdagi soliq inspeksiyasi. U yerga borib shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zida shaxsan muloqot qilish barcha noaniq savollarni hal qilishga yordam beradi. Chunki siz o'zingizning aniq holatingizni batafsil tushuntira olasiz. Inspeksiya xodimlari sizga blankalarni to'ldirishda ham yordam berishi mumkin. 3. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti MySoliq. Uz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari Facebook, Telegram. U yerda tez-tez beriladigan savollar va ularning javoblari joylashtiriladi. Shuningdek, yangiliklar va o'zgarishlar e'lon qilinadi. Bu resurslar siz uchun doimiy ma'lumot manbai bo'lishi kerak. 4. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov. Bu yerda ham ko'plab davlat xizmatlari bilan bog'liq ma'lumotlarni topishingiz, ba'zi arizalarni onlayn topshirishingiz mumkin. Bu qadamlarni to'g'ri va o'z vaqtida amalga oshirish sizni kelajakdagi turli muammolardan himoya qiladi va davlat tomonidan beriladigan imtiyozlardan to'liq foydalanish imkonini beradi. Unutmang, qonuniy faoliyat har doim ishonchli va barqarordir. Bu sizning kelajagingiz uchun eng yaxshi sarmoyadir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aziz do'stlar, bugungi kunda o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun yaratilgan bu yangi tizim shunchaki bir qonuniy majburiyat emas, balki bu sizning kelajagingizni ta'minlash, ijtimoiy kafolatlarga ega bo'lish va o'z faoliyatingizni rasmiy tan olish uchun noyob imkoniyatdir. Bu tizim orqali siz nafaqat qonuniy asosda daromad topasiz, balki davlatning ijtimoiy himoyasidan ham bahramand bo'lasiz. Bu sizga pensiya, kasallik nafaqasi olish huquqini beradi va bank xizmatlaridan foydalanishda sizga ishonchlilik bag'ishlaydi. Kredit olish imkoniyatini oshiradi. Avvalgi norasmiy faoliyatdan farqli o'laroq, bu tizim shaffoflik va adolatni ta'minlaydi. Shu bilan birga sizning moliya erkinligingizni oshiradi. Bu videoda keltirilgan ma'lumotlar juda muhim. Bu ham har biringizning moliyaviy va ijtimoiy kelajagingizga daxldor. Shuning uchun men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni barcha tanishlaringizga, oila a'zolaringizga, do'stlaringizga yuboring. Kim biladi, ehtimol sizning yordamingiz bilan kimdir o'z hayotida muhim bir qadam tashlar, o'z faoliyatini rasmiylashtiradi. Kelajakdagi pensiyasiga poydevor qo'yar. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularning har birini o'qib chiqishga harakat qilaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali ma'lumotlar bilan bo'lishga yordam beradi va kanalimizni rivojlantiradi. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha